Bugun biz sizlar bilan bir xonani puliga ikki xona birinchi etajdan g'ishtli dom ko'rib chiqamiz birgalikda. Ushbu ko'rib turgan uyimiz remontsiz holatda Chilonzor tumani 20-kvartalda joylashgan 4 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan uyimiz. Glavniy eshigidan kirib kelish, ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa xonalarimiz alohida joylashgan. Yuqorida zal, mehmonxona qismi, bu yerda esa yotoqxona qismi. Uyimiz absolyutni ta'mirtalab, olgan odam didiga moslab remont qilib oladi. Bu yerda esa hojatxonalari, smeshinli. Uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli hojatxonalar birgalikda bo'ladi. Bu yerda esa oshxonamiz o'rni balkonga ko'chib chiqarilgan. Ta'mirdan so'ng 2 xona, 3 xonaga o'zgartirib ham bemalol yashasalaring bo'ladi. Balkonimiz 1,5 ga 6 balkon. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Ushbu remontsiz uyimizda egalari srochni 56 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Chilonzorda bir xona yevro remontli uylarning narxi hozir kecha kunduzda 55 ming, 56 ming atrofida yurganda, sizlar bu pulga 2 xona birinchi qavatda joylashgan bez remont uyda xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, aksiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.